Turk tili grammatika va razgovorini oson va og'zaki o'rganishda davom etamiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va turk tilini mustaqil tarzda qaysi kitoblardan foydalanish mumkinligini va qaysi biri qanday effektlar berishini bilib oling. Ushbu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying va layklarni bosishni unutmang. 3-kitobdan boshlaymiz. Bu Istanbul yabancılar için Türkçe kitobi. Ushbu kitob to'plami darajama-daraja bo'linadi. A1, A2, B1, B2 va har bitta daraja o'zining mashq kitoblari bilan birga bo'ladi. Ushbu kitobni elektronisini topish uchun kanalimizda yoki bo'lmasam Google ga o'sha nomini yozib turib oxirida PDF qilib izlaysiz va saytlardan topib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi kitobimiz esa bu Yeni Hitit kitobi hisoblanadi. Ushbu Yeni Hitit kitobi ham to'mar, ham milliy sertifikat, ham TYS imtihonlarida sizga tayyorlanishingiz uchun ajoyib yordam beradi va bu kitoblarning barchasida 4 ta daraja shakllantirib boriladi. Ya'ni ushbu ko'nikmalar eshitish, yozish, o'qish va albatta gapirish ko'nikmalaringizni rivojlantirishga yordam beradi. Va nihoyat birinchi o'rindagi eng mukammal va ajoyib effektlar beradigan kitobimiz esa 7 iqlim kitobi. Ushbu kitob Yunus Emre instituti tarafidan ishlab chiqilgan va doim yangilanib boriladi. Ushbu kitob sizni TYS imtihoni, milliy sertifikat imtihoni va albatta to'mar sertifikat imtihonlariga mukammal tarzda tayyorlaydi va bunda ham 4 ta ko'nikma shakllantiriladi. Yozish, o'qish, gapirish, eshitish. Ushbu kitoblarni, audiolarini ham yuklab olsangiz bo'ladi internet orqali yoki gruppalarda yozsangiz, izlab ko'rsangiz, u kimdan so'rasangiz topishda yordam berishadi. Va ajoyib yangilik, ushbu kitoblarni originaldan farq qilmaydigan shaklda JM Books uzum market do'konimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu do'konning havolasini esa profilimizga o'tsangiz, o'sha yerda silkalari va aktualliklardan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yoki uzum marketga kirib 7 iqlim Yeni Hitit deb yozsangiz, u yerdan ham topsangiz bo'ladi. Faqat do'kon nomini eslab qoling, JM Books kitoblari do'koni. Ham muddatli to'lovga, ham naqd sotib olishingiz mumkin. Bundan ham qiziqarli, foydali ma'lumotlar va turkchaga bog'liq bo'lgan videolarni ko'rish uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Görüşmek üzere, iyi dersler.